Assalomu alaykum. Hurmatli prezident. Men G'uzor tumani paxta tozalash zavodida 73-yili nogiron bo'lganman. 42 yil mana shu paxta tozalash zavodida ishlaganman. Ayni damda bizga beriladigan kompensatsiya puli berilmayapti. 25-yil fevraldan beri bor otanga, bor onanga biz portalga ham chiqqanmiz, portalimizga ham chiqqanmiz. Sudga ham berilgan. Sud ham inobatga olmaydi. Bahodir Azimovga bir ahmoq. Aksioner jamiyat hozir egalik shu. Aksioner jamiyatimiz tugatilgan. 23 ta nogiron biz sarsonmiz. Sizdan bir iltimos. İmkoniyat darajasida bizga yordam qiling. Har kuni narx-navo ko'tariladi. Har kuni. Ammo bizga hech qanday natija yo'q. O'z mablag'imizni ololmaymiz. Yo biz borib hokimiyatga borib yordam ber deganimiz yo'q. Yo mahallaga borib yordam ber deganimiz yo'q. Aksioner jamiyatga borib yordam ber deyotganimiz yo'q. O'z mablag'imiz uchun sizdan iltimos. İmkoniyat darajasida yordam qiling. Hurmatli prezident Shavkat Omonovich. Bo'lgan joyimiz qolmadi. Bandlikka ham bordik, sudga ham bordik. Prokuraturga ham bordik. Bormagan ishimiz ham, bormagan teshimiz ham qolmagan. Hozir hamma shu problema bilan kelgan-a? Ha, hamma shu muammo bilan kelganmiz. Necha oy bo'ldi olmaganlaringizga? Fevral oyidan beri olmaymiz. Yanvardan buyog'i. Yanvar, assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Yaxshimiz. Yanvardan buyog'iga yo'q. Yanvardan buyog'iga biz shu tovon pulni ololmay olmay sarson bo'layapmiz. Hamma joyga yozib, chizib, borib elanamiz ham, so'raymiz ham, hech kim bermayapti. Necha yil bo'ldi ishlaganingizga? Men ham 95-yildan beri nogironman. Ushlab turavering men mikrofonni. 95-yildan beri nogironman. 95-yil mana shu hozir mana shu yanvar oyiga bergan, shundan buyog'iga shuncha qissaga mana men belimdan operatsiya bo'ldim. Qarzga botyapman, 20 million so'm pul qarz bo'lganman. Uni qayerdan beraman men? 6 ta farzandim bor, 18 ta nevaram bor. Bitta uyga 4 ta kelin yashaydi. Hurmatli prezident, sizdan iltimos bizlarga yordam bering. Shu bizlarni shu berayotgan kompensatsiya pulimizni bo'lak qilib beradimi? Bir ijtimoiy ta'minotdan beradimi? Qanday bo'lmasin bizga yordam berishingizni so'raymiz. Iltimos. Assalomu alaykum o'g'illar. Yaxshimisiz? Sizlar ham shu misol bo'yicha kelgansiz, to'g'rimi? Shu uchun. Shu uchun yuribmiz. Mani 95-yilga mana shu zavodga xo'jayinim nima bo'lgan, jonini bergan. Mana yanvar oyidan beri, mana shu fevraldan beri 7 oy bo'ldi, bermaydi tovon pulni. Men ham o'zim 2 marta insult olganman. Hech bormagan joyimiz mana shu hamma gruppamiz bordik, aytdik, quloq solmaydi, tinglamaydi. Sud dedi, sudga ham berildi. Qo'limizdan hech narsa bizlarni kelmay qayerga boraylik? Iltimos sizdan otajon, yordam bering bizlarga. Bizlar shunga yashab yuribman men. Iltimos qilaman otajon. Rahmat xola. Ayoqdan qoldi odam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, o'rta prezident. Mana men 73-yildan beri men 24 yil zavod texnikasiga ishladim. 94-yili nogiron bo'lib qoldim. Menga shu xo'jayinim ham 92-yili ish ustida kasallanib vafot etgan. Men o'zim kasallanib qolganman, ikkinchi gruppa nogironiman, asab bo'lganman. Ana endi oladigan tovon pulimizni berib turar edi. O'shanga davolanib turar edim. Fevral oyidan beri bergan yo'q. Sudga bordim, prokurorga bordim, mahallaga keldim, Bekorovga bordik. Hammasi tinglamadi, qarshiga bordik. Iltimos sizga chiqishga majbur bo'ldik. Bizga yordam bering. Otajon, siz bizning boshimizda turgan boshpanamizsiz. Bizga yordam beruvchi suyanchimizsiz. Sizdan najot kutib turibmiz biz. Sizlarga oyma-oy berilib keladigan narsa berilmay qoldi, to'g'rimi? Ha, berilmaydi. Pashta 7 oy bo'ldi, 6 oy, 7 oy. 7 oy bo'ldi. 7 oy bo'ldi, ha? 7 oydan beri men bergan yo'q. 7 oydan beri yo'q. Qonun bo'yicha, akit bo'yicha qaror chiqqan pulimizni bermayapti. Bermayapti. Bermayapti mana. Ko'p joyga murojaat qildingiz, yo'q. Ko'p joyga murojaat qildik. Mana paxta zavod ishlab chiqaryapti. Paxtadan daromad olyapti aksioner. Bekor nihoyatki shu puldan to'lab bizga bermayapti. Daromad qilyapti-ku o'zi. Rahmat, shu murojaat qilgan joylaringiz bo'lsa, nima dedi sizga?
Borgan joyimiz hal qilmaydi. Majburiy ijroga jo'natadi. Majburiy ijro agar biz davlatda qarzdor bo'lsa, kelib talon-toroj ketadi. Xonavayron qilib ketadi. Lekin bizga davlat beradigan bo'lsa, u e'tibor qilmaydi. Majburiy ijro. Portalga ham chiqdik. Hozir sizlar talablaringiz shunaqa narsa, to'g'rimi? Hozir sizni ommaga chiqaryapmiz. Butun dunyo ko'radi, hamma Mayli. ko'radi. Mana Hech qanaqa hurmatli yordam prezident, siz yaratgan klaster odamni odam o'rniga ko'rmaydi. Shu klaster beradigan arenda pulini bizga beradi. O'sha aksioner jamiyat bizga shu nogironligimiz uchun tovon pulini beradi. Lekin klaster bermaydi o'sha pulni. To'xtatmaydi. Oldi. Naq pulga bo'lsa, hayla varlaqlarga sotdi Andijonga. 15 milliardga. Bekmurat Oripov klasterni boshlig'i. Lekin arzimagan 23 ta nogironning pulini bera olmaydi. Sizdan iltimos. Siz kashfiyat qilgan bu klasterni tartibga oling. Yani Ha. Xo'p, akajonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Akashimiz. Men Nazarov Hasan. Hurmatli Shavkat Nurmonov. Mana men 2012-yilda Qamash paxta zavodida tramvay olganman. Shundan beri nogiron qolganman. Ana shu yillardan beri shu tovon puli kompensatsiya zarar pullarimiz berib kelayotgan edi. 2024-yil 2025-yilning yanvardan keyingi fevral, mart, aprel, 8 oyga bo'lgan tovon pullarimiz berilmay kelyapti. Bu bo'yicha men sizda ishonchimiz portalaringizga murojaat qilganman. Lekin portaldan kelgan murojaatda Qashqadaryo viloyat bandlik boshqarmasi tomonidan zarda o'zimiz nomimizdan birinchi marta sudga da'vo arza kiritdi. Unda ham sud davlat tashkilotiga ishlab berdi. Ikkinchi safar yana sizlarni ishonchimizga telefon qilyapman. Iltimos, menga shu viloyat bandlik tomonidan da'vo arza kiritib berishingizni so'rayman deganman. Lekin viloyat bandlik boshqarmasi tomonidan o'zim yuzma-yuz ko'rib gaplashganman. Ularni ikkita yuristda Ravshanov Ramziddin va texnik inspektori Abdulaziz Mamatovlar meni aldab, shu o'zining xonasidan chiqarish uchun bo'ldi, sizga ishingizni hal qilib beraman, sudga chiqarib beraman deb bizni aldab, mana shuncha oydan beri sarsam qilib kelyapti. Sizning sud haqida bo'layotgan murojaatlaringizni ko'p eshitamiz, sudyalar haqida. Sizni ishongan sudyalaringiz mana Yakkabog' tumani fuqarolar sudining sudyasi Allamurod Suyunov, Kenjayev Kozim, viloyat sudyasi Abdullayev Lazlar qorani oq, oqda qora deb bizni huquqimizda poymol qilib, mana shu bizda sudda bo'lgan nimalarimizni juda bir kamsitib nima qilib beryapti. Bizga ishlash o'rniga davlat tashkilotiga ishlab nima qilib beryapti. Mutlaqo sud sohasidan, viloyat bandlik sohalardan mutlaqo norozimiz. Umuman bizga ishimizni hal qilib bermaydi. O'rtoq hurmatli Shavkat Nurmonov, iltimos sizdan bitta eng oxirgi murojaatim, iltimosnomam sizdan qolyapti. Boshqa hech kimga iltimos qilishdan qolmadi. Prokuraturaga ham nima qildik, majburiy ijroga ham murojaat qildik. Hech qaysi inobatga olmaydi. Faqatgina bitta najotimiz, oxirgi najotimiz sizdan. Sizdan boshqa hech kim hal qilib bera olmaydi. O'zbekiston bo'yicha hech kim hal qilib bera olmaydi. Hozir buni aytganda ishga yaroqsizlar, to'g'rimi? Shu orqasidan turibdi. Hozir sizlarga yordam beradigan bitta shu yurtboshimiz turibdi, ha? Videoda ko'rib turibdi. Shu videoni ko'rmasdan buni imkoniyati bor. Faqat videoni kattalar ko'radigan darajada qilishimiz kerak. Obunachilar, video ko'rib turganlar bo'lsa, layklarni bosishga harakat qilasiz. Xo'p, shu akalarimizga, bolalarimiz yordam beradi, akalar. Shularga o'rtoq hurmatli. Oxirgi najotimiz sizdan endi. Hozir shu muammo bilan hamma yig'ilgan sherga. G'uzor tumani Qashqadaryo. Xo'p, punktmi endi paxtasi? Punkt, to'g'rimi? Xo'p. Hamma shu yerda ishlab jonini o'tkazadi, to'g'rimi? Shu yerdan Qamashi zavoddan bu G'uzor tumanida fasl tozalash tugatilgandan keyin Qamashi aksioner jamiyatiga o'tib ketgan. Hozir klaster esa arenda pul berish kerak Qamashi aksioner jamiyatga. Arenda puli berish kerak. Arenda pulini Bekmurat Oripov bermaydi. Klaster. Mana biz shunda sarsonmiz. Aksioner jamiyatda pul bo'lsa bizga beradi uni.
Sizlarga plastikka oyma tushib turadimi, naq beradimi u? Oymoy ham beradi, naq pul ham beradi. ham pul beraydi. Naqda. Hozirgi kunda 7 oyda ichida shu narsa yo'qoldi, aloqa uzilib qoldi. Na plastik, na pul, naqd pul. Sizlarga shu murojaat kim beradi sizga shuni? Ism-familiyasini ayting-da. Sizlarga kim qaraydi shu narsa bo'yicha? Aksioner jamiyat, Respublika aksioner jamiyat va paxta sanoat. Shu qaraydi sizlarga, to'g'rimi? Shu qaraydi. Toshkentda. Toshkentda. Shu narsa hozir Viloyatda. yo'qoldi. Shularga telefon qilsangiz nima deyapti sizga hozir? Viloyat akmalga chiqamiz bosh hisobchisiga. Xo'p. Tugatishga aksioner jamiyat tugatishga kecha majlis bo'ldi dedi. Xo'p. Tugatgandan keyin mayli, bizdan nomimizni keyin ijtimoiy ta'minotga o'tkazib beradi. Bugundan boshlab misol uchun o'tkazib bersa, oldingisini kimdir to'lash kerak-ku. 7 oy. 7 oyda kimdir to'lash kerak. 7 oydan beri yo'q sizlar. Yo'q. Umuman yo'q. Telefonni ham ko'tarmay qoldi. Umuman. Men mana 7 ta balani otasiz katta qilib shu zavodga jonini berdi. 40 yoshida. Qo'limda 6 oylik qoldi kichkinam. Boshqa hech joydan najotim yo'q. 2 marta insult oldim mana, oyoqdan qoldim, yura olmayman, piyoda 200 metr joyga yura olmayman. Hozir shu yerga chaqirgani uchun shu yerga keldim, menim aytaman dardimni deb. Endi shu otamizdan boshqa najotimiz qolmadi. Oxirgi najotimiz mana shu kishilarni umid qilib shu yerga yig'ildik hammamiz. Bunda aytganda prezidentimizga iltimos narsa, to'g'rimi? Shu Prezidentimiz iltimos. shu narsa yechim bo'lmayapti, to'g'rimi? Shuni bir yechim berishni so'raymiz. Faqat shu prezidentga ishonamiz. Boshqa narsadan najot bo'lmagan uchun oxirgi majburiy. Ishonamiz, shu kishiga ovoz berganmiz. Ovoz. Har bir ko'rsatishda eshitishlarni ko'rib boramiz. Televizordan Rahmat. ko'ramiz shunday. Qani bizlarga shu Qani bizlarga yordam amaliga bersin. bizlarga ham bo'lsin shu deymiz. Rahmat. Bu so'rovnomangizni ko'rib chiqamiz. Hammaga sog'lik. Akalar, o'zimizni Qashqadaryo Qamashi G'uzor tumanda hamma yerda Qamashi G'uzor ishlab chiqqan, to'g'rimi? Ikkalasi bitta bo'lgan. Bitta bo'lgan. Xo'p, 7 oydan beri pullarni ololmay kelayotgani uchun murojaatnoma. Hammaga omad. Sog' bo'ling. Prezidentimizdan nasib yaxshigina Rahmat. kutamiz. Rahmat. Salomat. Prezidentimiz javob kutamiz. Rahmat. Ayting.